Assalomu alaykum hammaga. Bugun 7-may haftaning chorshanba kuni. Grozniy ko'chalarida aylanib yurganimda yer osti yo'li bor ekan. O'sha yer osti yo'lidan o'tayotganimda yer osti yo'lining ikki tomoniga har xil rasmlar ilingan. Grozniyning hozirgi va oldingi vaqtdagi holatlari, rasmlar ilingan. O'sha rasmlar orasida menga bitta joy menga qiziq tuyuldi va o'sha joyga borish uchun nima desam, menda qiziqish uyg'ondi va o'sha joyni manzilini, lokatsiyasini xaritadan qidirib topdim. Qarangki, o'sha joy men turgan kvartiraga, yashayotgan joyga 5 kilometr uzoqlikda ekan. Va o'shanga eng yaxshi marshrutni tanlab, yaqin marshrutni belgilab, piyoda borishga harakat qildim. Demak, hozir o'sha yoqqa birgalikda piyoda ketamiz. Qani yo'lda nimalar bor? O'sha yerdagi holat qanday? Manzarani birgalikda kuzatamiz. Qani ketdik. Mana yo'lga chiqdim. Ob-havo ajoyib, qaranglar. O'sha joy mana bu yerda ko'rinib turar ekan. Ana tepalikda mana. O'sha piyoda yo'lga chiqamiz. Yo'lga chiqdim o'zi, ketyapman. Xaritada ko'rsatilgan eng yaqin marshrut bo'ylab yuramiz. Ob-havo ajoyib, ko'z tegmasin, mashalloh. Bugun quyoshli, bulut yo'q. Qani ketdik bo'lmasa. Ko'chalar juda shovqinli, shuning uchun har bir qadamni video qilmasdan qiziqarli nimadirlar bo'lsa o'sha joyni video qilaman. Ko'chada mashina ko'p, shovqinda yaxshi eshitilmaydi. Mana yana tartibli. Men yashab turgan dom. Bu yerdan kelaverishda bunda ko'p yo'limiz ikkiga bo'linar ekan. Bu yerda pochta bor. Va ana bu tomon tog'lar. Xo'sh, mana bu tomonga o'tib olamiz. Biz yo'limiz bu tomonda. Tabiatning go'zalligini qarang, bahor. Hamma yerda daraxtlar, gullagan mevalar ham bor ekan. Xo'sh, ob-havo issiq. Shuning uchun qandaydir bir salqin ichimlik olish kerak. Bu aniq, to'g'rimi? Hozir yo'limizda birorta do'kon uchrasa olamiz-da. Bu yerdan katta trassa o'tgan, o'sha katta trassani kesib o'tamiz. Soatimiz millari 9 kam 10 bo'lyapti, ya'ni 9:50 daqiqa o'tyapti. Ertalab nonushta qilmaganmiz. Shuning uchun do'konga kirib bir yegulik ham olamiz. Salqin ichimlik bilan, albatta. Bu yaqin atroflarda do'kon bor yo'qligini bilmayman. Lekin ilgari mana shu yo'ldan yurganmiz. O'shanda bu yerda bir kichik do'kon bor edi. O'sha do'konga orqaga qaytib bo'lsa ham kirib o'tmoqchiman. Bugun bitta ikki olamiz yetadi. Mana bu yerdan bitta sendvich va bitta ichimlik oldim. 250 rubl bo'ldi. Boshqa do'konlarda bu arzonroq. Davom etamiz. Mana hozir men mana shu yerga yetdim. Degan ekanda. Nega? Yo'lda sendvich yeb oldim, to'xtab. Bu yerda yo'llar qurilish davom etyapti. Boqing buraya. Ana bu tomondan aylanib borish kerak bunda. Tepada qandaydir beton zavod bor ekan, shu tomonga chiqish kerak ekan. Tepalik sal charchatdi odamni. Lekin manzara ajoyib.
Aytishadi-ku, uzoq bo'lsa ham tekis yo'l yaxshi deb qarayman bu kiyim. Kechagina yuvgandim. Mana loy bor ekan, botib qoldim. Mana City. Lekin chekinish yo'q, davom etamiz. Kiyimni ahvolini qaranglar. Dal shu yo'lda yo'l bor mana. Katta beton zavodlari bor ya. Ancha masofa bosib o'tdim. Bu yoq o'rmon orilib ketamiz endi. Ortimizda shahar. Ko'rinyaptimi? Anu tomon Argun. Bunaqa chakalakzorlarda har xil narsa bo'lishi mumkin. Misol uchun boya qandaydir qushga o'xshash narsani ko'rdim. Ikkita yugurib ketdi. Ana shu yerlarda uy qurilyapti, qaranglar. Dacham endi yana uy qurilyapti. Yo shahar. Birortasi soya joy topib 5 minut dam olish kerak. Tepaga chiqish qiyin ekan. Qaytish oson bo'ladi, lekin lekin boshqa yo'l bilan qaytamiz. Bu yoq qiyin. Xo'sh, bu yerda yo'llarimiz ayro bo'lyapti, yo'llar bo'lmayapti. Har xil qushlarning ovozi. Bu tomonga qarab ketsak, yo'l bo'lsa kerak. Tabiat qo'yni baribir go'zal. Mana bu manzarani go'zalligini qaranglar. Unda qandaydir qushlar uchib yuribdi. O'rmon orilib chiqib ko'ramiz tepaga mana shu yerdan. Yo'l bo'lsa bo'lmasa qani tavakkal. Biz hali manzilga yetib bormasimdan tepalikka mana shahar ko'rinyapti. Itlar bor ekan, la'nat. Qani ko'ramiz. Energetik bilan. Yo itlar bizdan qo'rqadi, yo biz itlardan qo'rqamiz deydi. Itlar ham odamni qo'rqqanini sezar ekanda. Demoqchi bo'lganim, yoshligimizda itlardan qo'rqardik. Oddiy bir kichkinagina it chiqib qolsa ham ko'chada maktabga ketishda, qaytishda odam qo'rqardi. Hozir qancha katta bo'lmasin, bo'ri bo'lmasa bo'ldi. Xolos, bo'ridan ham qo'rqish kerak emas. Ana aytadi, bo'ridan qo'rqma bolam, bo'ri ham bolam deydi.
Chakra to'g'ri kirib ketdi. Xo'sh, ana bu yerda katta uy. Buni qarasanglar-chi, bu yerdan yaxshigina yo'l bor ekan mana. Men hozir aylanib nariyoqdan keldim. Google lokatsiyani yaxshi ko'rsatadi. Shunga ishongandim. Xo'sh. Endi qayoqqa? Lokatsiyaga qaraymiz. Xo'sh, bu tomonga burilar ekanmiz, shunda o'rmonlar ketar ekanmiz. Oho. Hali tepaga yetib bormasimdan atrofning go'zalligini qarang. Bu yo'llarga S24 bo'lsa-da, ya qaysi tomon endi bu yoqqa, bu yoqqa. Menimcha bu yoqqa. Ortimdan quvib kelishyapti. To'g'risi terlab ketdim borib. Orqada manzara qanday ko'rinyapti? Terlab ketdim. Hech qo'ygan ona bu yerda nima bor ekan? Hech yo'q, shunaqa manzillar yoqadi. Oh, mana qaranglar, bu yo'llar g'oz. Mana haqiqiy manzara. Yo'lni qaranglar. O'rmonning o'rtasida yo'l o'tgan ekan. Uzoqdan daraxtlarni bunaqa katta deb o'ylamagandim. Bitta oyoq kiyim rasvo bo'lganligini aytmaganda hammasi yaxshi hozircha. Xo'sh, yo'l bor. Qushlar ajoyib sayryapti. Eng qizig'i bu yerlar tinchda, mashinani shovqini yo'q. Mana bu yerlarni boshidan oxirigacha video qilsa bo'ladi. Ajoyib joylar. Ham o'tlarni qaranglar uzunligini. Sizda bo'yi dedi-ku. Mana soya. Shu yerda biroz o'tirsak-a. Bugun mashina yurganga o'xshaydi bu yerdan. Balon izlari. Terlab isib ketdim yana. Abetga to'g'ri keldi hozirgi yo'nalish. Sayabon bo'lish kerak ekan. 26. Davom et. Bu yerda daraxtlar kattalashyapti. Yelkanlashyapti. Ajoyib, shahar va bunaqa chakalak o'rmonzor yonginasida bo'lsa, yaqin bo'lsa bir-biriga. Oh, mana gullarni qaranglar. Chiroyliligini. Ichkarida bor ekan. Hop, yana ko'rsataman. Nima gul mana bular? Nima bo'lsa ham chiroylikgina gullar ekan. Oh, mana daraxtlarni qaranglar. Mashalloh. Yer yuzi bo'ylab sayr qiling. Oh, kameram ajoyib bu-a. Mashalloh, ko'z tegmasin. Nima bo'lganda ham yovvoyi hayvonlar bo'lmasa bo'ldi. Qolganidan qo'rqmaymiz. Bu yo'l o'zi boyagi tepalikka olib boradimi, yo'qmi bilmayman. Tavakkal ketyapman bu yog'iga.
O'rmonning qoq o'rtasida. Uzoqdan bu yo'lni borligi ham ko'rinmaydi. Nega mana bitta shiferlar bor ekan. Kimdir qilgan. Yana bitta. Hozir nima demoqchi? Boyagi gullar ekan. Yomon sevib qoldim-ku o'sha gulni. Yana chiqarmikin? Yaqindan ko'rsatdim-ku o'sha. Xo'sh, bu yerda mevali daraxtlar borga o'xshamaydi. O'zi o'rmonda qanaqa mevali daraxt bo'lishi mumkin? Yong'oqlar bor lekin. Yong'oqlarni qarg'alar olib kelib tashlashadi. Ichkarida ko'p ekan boyagi gullardan. Tomosha qilishga ulgurmayapman-ku. U yoqqa qarayapman, bu yoqqa qarayapman. Mana buni qaranglar. Yiqilganmi deyman-da. Yana loylarlar. Loy. Oyoq kiyim loy bo'lgan yetmaydimi endi bu yoqqa o'tamiz. Bale. Hoppa. Bale hop. Mana shu gulni aytdim-da. Ajoyib. Qaranglar. Mana bu o'tlar bugun bosilgan. Bu yerda nimadir yurgan yo'llarda. Bu qanaqa meva bo'ldi? Mana mevali daraxt ekan. Xo'sh. Bugun mashina yurgan, mashinaning izi bor. Yana bitta narsaning izini ko'ryapman. Hozir yo'l o'tib ketdi. Xo'sh. Bu yerdan kimdir velosipedda ham yuribdi izlari bor. Velosipedda kimdir tepadan pastga tushgan. Mana gul aytdim, chiroyli ekan. Dedi-ku o'sha joyga. Yana telefonimni zaryadkasi o'chib qolmasin deb mana bu narsani kistamga solib olganman. Og'ir yomon. Tepaligini bu yog'i qiyinlashib ketyapti. Qo'yli velosipeddagi odam ham shu tomonga yurganmikin yo pastga yurganmikin? Mashinadagi odam lekin mana bu yerdan qaytganga o'xshaydi. Izi bir to'xtaganda orqaga qaytgan. Mencha chiqa olmagan bu yoqqa. Tepalikni qaranglar. Ana yerda shaharchalar. Yurgan ekan, bir orqaga yurib yana haydaganga o'xshaydi. Qon aylanishim tezlashib, yurak urishi tezlashdi. Qaranglar. Subhanalloh. Allohning tabiati. Allohning mo'jizalari ajoyib. Ana bitta bu yerda ochiq joy bor ekan.
Peshonamdan terlar oqyapti. Ilgari Gudurmesda ham xuddi shunaqa o'rmonga chiqib video qilgandim. Bu yoq sal ochiq zona ekan. Endi manzil ko'rinyapti. Hamma soya. Qaranglar. Ana yaltirab turibdi. Oz qoldi. Shu yerda biroz nafasni rostlab keyin davom etamiz. Narigi tomonda daraxtlar anchagina baland ekan. Bu yoq chuqurlik. Qaranglar, bu yerlarda muzorlar yotibdi. Mana guldan ko'p ekan lekin. Bu yoqqa yana yo'l bor ekan. Ana o'sha chekar nima? Sariq gullar tomon. Ko'rinmay qoldi-ku. Mana bu yog'i anchagina tikkaygan lekin. Bu yoqlar chuqur. Bu yoqqa boya velosipedda chiqqan odamga hayronman lekin. Bir marta men shunaqa velosipedda chiqib qaytib chiqmayman deganman. Chiqishda qiyin-da. Pastga tushish ham qiyin velosipedda. Shunaqangi tez ketadi. Tormozlar ishlayolmaydi. Bu yog'i chinaman baland ekan. Qaranglar. Qo'lim yerga tegyapti. Bu yerlarda ham itlar bor ekan. Mana ochiq manzara. Ana yoqda manzilimiz. Az qoldi.
Onu yiyeyim belki. Erkek peşemden kuruldu. Hoş. Bu tepede yana yolu var ekan. Bu yerda kal daraxtlar. Qaytishda bu tomondan bunda yo'l bor, qishloqqa tushib ketadigan. O'sha yerdan qaytamiz. Hech kim yo'qmi deyman-da bu yerda. Mana yetib keldim. Alhamdulillah. Bu 5 kilometrlar hech narsa emas. Chunki eng uzog'i peshkom piyoda 35-40 kilometrgacha yurganman. Faqat o tekis yo'lda. Mana buradan tushib ketamiz. Yoqda city. Mana shu yerda, mana shu joy katta ochiq joy ekan. Bu yerda hech kim yo'q o'xshaydi. Lekin yetib keldi. Qizaldoqlar ochilgan. Axir bahor. Oh, yetib keldi. Mana o'sha joy. Biz bu yerni topdik. Bu yoq o'rmon. Bu yoq o'rmon. Orqada ham o'rmon. Oldinda ham o'rmon. Va bittagina bulut. Xo'sh, bu yoqqa buni aylanib boramiz men. Albatta. Bu yerdan yo'l ko'rinmayapti. Va buni yegnimdagi pashsha. Shaylar boshqa joy yo'qmi desang qo'nadigan. La havla va la quvvata illa billah. Ana. Biz kutgan natijalarga oz qoldi. Xo'sh, bu yoqqa ham yo'l ketgan, bu yoqqa ham yo'l ketgan. Qaysi bir tezroq boradi unga? To'g'ridagi yo'l yaxshiroq ekan. Hozir shunaqangi terladim. Bu yerdan ajoyib shamol esyapti. Yoqimli bir ob-havo bo'lyapti. Borgan sari qiyin bo'lib boryapti. Oyog'im yurishni istamayapti bu yoqqa. Yetib keldim. Voy la'nat, bu yerda to'sib qo'yganmi? Bu yoqlarga qaranglar, kabel kelgan. Chuqurdan. Qazda qo'yishibdi nimagadir. Hojatxonasi bor ekan. Kran bor ekan, kran. Oh, maşallah. Suv chiqargan, suv. Yetib keldik. Biroz
Bu yoqqa kiraverish mashinalar bilan kelarkan. Va bu yoqqa to'g'risini aytsam bu yerga birinchi marta kelishim. Bu yoq pulli bo'lmasa bo'ldi ish qilib. Hozir oraliq yo'l bilan keldim. Kiraverishda mashinalarni to'xtatib kiryapti. Ikkita mashina bor, boshqa hech kim yo'q. Qaranglar. Bu yerda bir o'tirishga stol ham qo'ymagan. Ajoyib, bu yoqni qaranglar, mashalloh. Qanday go'zal tabiat. Bu yoqlarda. Xo'sh, mana yetib keldik. Birinchi o'rinda bu yoqni ko'rsadik. Mana o'zimizni Qoraqalpoq bolalar ishlayapti ekan. Nimadirlar qurishyapti. Mana atrof, manzara. Kechasi boshqacha ko'rinadi. Mana bu joyni ko'rgandim. Kettiga ko'p kutirmasdan shu yoqqa chiqamiz. Bu yoqqa chiqamiz. Tepalikni qaranglar. Bismillah. To'g'risi zinasini sanashga qiziqdim. Shu yergacha 36 ta chiqdi. $54 ta zina. Diye qimirlaydigan ham endi. Atmosfera ajoyib. Subhanalloh. Hatto o'zimiz bolalar ishlayapmiz o'zbeklar. Bitta bulut soyasi. Bulut soyasi. Qaranglar qanchalar go'zal. Xo'sh, qaytish reja qanday edi? Narigi tomondagi yo'ldan tushib ketamiz. Uylar oldidan. Xo'p, bizlarning kvartiralar bu yerdan ko'riladi. Ana. Bu domlar. Ko'rinishdan yaqin, lekin anchagina uzoq. Xo'sh, bu yerlarda rasm uchmasak bo'lmaydi, to'g'rimi? Televizor. Tepaga ana yerda turbinalar bor ekan. Undan ham kuzatamiz hozir. Hozirda odam kam. Aytish bo'yicha kechqurun obeddan keyin odamlar ko'payadi. Chunki hozir kun issiq, obedda faqat menga o'xshaganlar keladi. Birinchi marta kelayotganlar. Hatto turibman, shamol sharqdan esyapti, ajoyib. Ob-havo, manzara. Xo'sh. Tepani ko'rdik mana. Endi pastga tushamiz. Pastda boya durvinadan qarab ko'ramiz. Nechta zina sanadim, yillik nechtamidi esimdan chiqib qoldi to'g'risi. Без культуры нет нации. Xo'sh, altdan qarab ko'ramiz. Oho. Sal xirri ekan, lekin ko'rinadi ekan. City. Oynasiga nimadir bo'lgan o'xshaydi. Teprog'idan qarab ko'ramiz. Og'ir bo'lmasa. Qo'lisi tiniq ekan.
Tak. Mana telefon yaxshi ko'rinyapti. Mana bunaqa narsa bor ekan mana. Yo'lga chiqib oladi, yosh bolada bo'yi yetmasa. Ajoyib, ya'ni videolarda ko'rardim mana bunaqa narsada qarashlar. Zo'r narsa ekan. Bundan lekin uncha yaxshi ko'rsatmaydi. Bitta nuqtan ko'rsatilgan yaqinlashtirish, uzoqlashtirish yo'q. Va ko'z bilan qaraganda ham chiroyli ko'rinadi. Telefon bu yo'llarga S25-24 Ultra bo'lsa-da, lekin bu yaqinlashtirish bilan bundagi yaqinlashtirishning farqi bor. Hozir sekin to'g'rilikda. Shuni ichida yaqinlashtiramiz. Oh, maşallah soat ichiga kirib ketyapti-yu. Hozir ukam ishlayotgan joyni ko'rsataman. Men ishlab keldim birgalikda. Ana futbol maydoni yonida. Bunda telefonda ko'rinmaydi, men yaqinlashtiraman. Ko'rinmayapti. Endi mana bunda qaraymiz. Hozir kamerani to'g'rilab qo'ydim. Mana plyusning o'rtasida sentr. Shuni yonida vagon bor. Mana o'nda oldida qizil domda ishlayapti hozir. Ajoyib. Mana bu bilan ko'rsa bo'ladi ekan. Aytdi, telefonda ko'rib bo'lmaydi. Telefonda mana shu fokuslab ketyapti. Mana shu yerlarda. Lekin ajoyib. Xo'sh, o'tiradigan joylar bor. Boya aytganimdek, oyoq kiyim biroz o'qiganimda aytmaganda hammasi joyida. Shu aytilgan joyga yetib keldik. Lokatsiyasini Telegram nimalarga tashlab qo'yaman. Ko'radiganlar ko'radi. Video qo'yamiz. Powerbank foydasi bor. Odamlar kelishyapti endi. Bu yerda shashlik pishirib, nima qilib yesa bo'lar ekan. Alohida joylarda. Zo'r taassurotlar ajoyib. Endi biroz nafasni rostlab olamizda, keyin qaytamiz. Safarimiz tugadi. Atrofni ko'rdim, kuzatdim, yetib keldim. Endi qaytyapman. Qachondir kechasi ham kelamiz bu yerga. Qorong'uda mana chiroqlar yonadi, shahar chiroqlari yonadi. Yanada manzara ajoyib ko'rinadi. Bugunga yetarli. Bu yerda yana nimadir qilyapti. Sho'lab o'tgandan keyin yana kelamiz. Xo'sh, endigi plan, endigi reja yana qayergadir sayohat qilish. Shu Grozniydagi yana bir qandaydir joyga boramiz, piyoda albatta. Uni ham video qilamiz. Faqat qaysi joyga borishlik kerakligini bilmayapman. Biroz bitinglar ko'rayotganlar bo'lsa. Chunki bunaqa joylardan ko'p. Birortasiga albatta inshaalloh boramiz. Qaytyapman. Bo'ldi. Shu yerda video tugaydi. Hammaga keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'lasizlar. Hozir tepalikda o'zimizni Qoraqalpoq bolalar ishlayapti ekan. Mana ularning mashinasi. Sentra 95. Ajoyib. Mashinada shu yo'llarda yuribdi ishlab. Genterro. Yo'q.